Hammaga assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bir obunachimiz ekinlarda agrotexnikasi, salafandi kengligi, imo qator orasi, ko'chatlarning orasi qancha masofada ekilganligini, qanaqa agrotexnika qo'llanilayotganligini so'rab komment yozgan ekanlar. Shunga binoan qo'ldan kelgancha o'zim tushunganlarimni aytib o'tishga harakat qilaman. Bu joylarda o't o'simliklar, ya'ni begona o'tlar shu darajada o'sadiganki, bu o'tlarni chopib yo'qotishning iloji yo'q menimcha. Shu sababdan mana bunaqangi salafan tortilar ekan. Bu salafanni kengligi meni qarichim 20 deb oladigan bo'lsak, 1 2 3 bo'lyapti. 3 kere 2. Yo'q, 3 kere 2 qancha bo'ladi? 60 bo'ladimi? 60 santimetr ekan bu salafanning kengligi. Bu mana bu ko'chat bilan, pomidor ko'chatiga olingan pushta deymizmi, agat deymizmi, shunaqa. Bu pomidor bilan bu pomidor orasi 70. Bu bilan buni orasi ham 70. Mana shu tartibda pomidorlarning orasi 70 ga olingan. Bu agat bilan mana bu agatni orasidagi joy, mana shunaqa joy tashlab ketilgan. Orasi taxminan bir bo'lsa 1 metrcha, pashti 1 metr desak ham bo'laveradi. 80, 81, 70 deb olsak bo'laveradi. Menimcha 80 deb olsak to'g'ri bo'lsa kerak. Endi 1 metrliklari ham bor. Shunaqa 1 metr olingan. Maqsad bu salafanni tortilishdan maqsad o'simliklarni begona o'tlardan saqlash. Bu joyda mana bunaqangi joy tashlab ketilganligining sababi bo'sh joy. Bunaqa katta masofa tortilgan. Barcha ekinlar shunaqa stilda ekilgan, orasida shunaqa joy bo'ladi. Nafaqat pomidorda emas, hamma ekinlarda. Sababi bu joyda traktorda kultivatsiya deymizmi, ular shunga o'xshagan moslamasi bilan begona o'tlarni haydab ketadi menimcha. Bu yil shunaqa stilda ekilgan. Yuqorida aytib o'tdim, pomidorlarning orasi 70 santimetrga ekilgan. Salafanimizning kengligi 60 ekan. Bu salafan bilan mana bu salafanning orasi o'rta hisobda 80 santimetr deb olsak bo'laveradi. Hamma ekinlarni nimasi ekilish oralig'i har xil. Peres alohida, karamda nimasi alohida, lekin har bittasida mana shunaqa oraliq tashlab ketilgan. Mana bunaqangi akril mato bilan yopilgan. 21 may 2025-yil birinchi ekkan karamlarimizga yopilgan akril materiallarni olib tashlaymiz. Karamlar ancha o'ziga kelib qolgan, katta bo'lib, buni yopilishidan maqsad o'simliklarni kuchli shamoldan himoya qilish. Bu yerlarda qum bo'ronlari ham bo'lib turar ekan. Qumlar uchib o'simliklarni ancha kuchsizlantirib qo'yadi. Shunaqa ham issiqdan, sovuqdan, ular tabiat hodisalaridan, noqulay tabiat hodisalaridan o'simliklarni himoya qilish maqsadida qilingan bu ishlar. Mana ko'rib o'tsak bo'ladi. Bu akril mato ichidagi pomidorlar tashqaridagilarga nisbatan ancha jonli, dadil, o'zini tutib olgan. Agrotexnikasi haqida yana aytib o'taman. Selitra natriy nitrat bo'ladimi? Shunaqa kimyoviy formulasi. Shunaqa bilan sug'orildi. Hozir uni ham ko'rsataman. Mana shunaqa selitra bo'lsa kerak. Bu menimcha selitra aniq. Selitra sug'orish tizimi orqali, kapelnitsa orqali yuboriladi. Mana bunaqangi katta qopda kelgan. Mana Ural gruppa kompaniya Selitra
amiyachnaya deyapti. 1 tonna ekan bitta qopi. Ko'ringan bo'lsa 10 kilogramm selitra. Mana shu bilan ishlov berilgan. Selitradan tashqari mana bunaqa idishdagi Actara degan menimcha dori bo'lsa kerak. Mana instruksiyasi. Shundan men bitta nima deb qo'yibdi? Insecticide D68. Mana instruksiyasini ham mana shularni ham aralashtirib oqiziladi kapelnitsa orqali. Mana bu bochkaga qancha selitra soladi bilmayman. To'shnisini shu bochkaga dorini tayyorlab olib, yuqorida ko'rsatgan selitra mana bu dorilar shularni solib, mana bu sariq shlanka orqali mana yer ostidan chiqqan suvga ulanadi. Va bundagi suvni mana nasos ishlagani sababli motopompa tortib ekinlarga shu kapelnitsa sug'orish tizimi orqali yetkazib beradi. Agrotexnikasi mana shunaqa. Har bittasiniki. Endi undan tashqari qanaqa dorilar sepdi buni anig'ini bilmayman. Bilganlarim shular. Har bitta o'simlikning nimasi agrotexnikasi ekilishi har xil. Yuqorida pomidorni ekilish usulini aytib o'tdim. Hammasi shunaqa sug'orish tizimi kapelnitsa orqali agrotexnikasi amalga oshiriladi. Hali chopiq bo'lgani yo'q. O't o'sib ketsa, orasiga traktorda ishlov berib chiqilsa kerak. Traktor yura olmaydigan joylarni inson kuchi bilan o'tlarni chopib nima qilamiz? Chopamiz. Menimcha mana ko'rinayotgan bo'lsa pomidorlar ham ancha katta bo'ldi. Tashqariga qaraganda bu motor ichidagilar tez o'ziga kelib yetilib ketar ekan. Bu yerda ham ana o'sha selitra shundan sepilgan. Ertaga karam ochiladi, akril matosi. O'shani akril matosini ochib bo'sh vaqtim bo'lib qolganda video qilishga harakat qilaman. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Yoqqan bo'lsa like bosinglar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Foydali hamda manfaatli videolar chiqarishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat.